Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Yatırgan Navro'z bayramlari bilan tabriklayman. Sizlarga bitgan Shovot ko'pirdi, xudo xolasa video etib ko'rsatmoqchiman. Ko'rasizlar, xudo xolasa. Keyin pishoxodlari bor. Pishoxodlari şimdi dahshat asodlari zaxonni. Büyük. Şovatimizda suv bor. Gazga tashlab teng. Ajoyib. Bahor deydi, bahor keldi do'stlar deb. Do'stlar, bahorda nasi? Ajoyib. Videomiz yaxshi like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Shovot ko'pirimiz dahshat bo'lib bitgan. O'shim konkret 2 yo'lak bo'ldi bu. Ajoyib yine. İş yok mu dostlar, he? Yine dostlar, acayip yine. Sularımız sel az ekan, ko'p emas. Yine acayip. Dahshat yo'l bo'ldi bu, dahshat. Çok konkret yo'l bo'ldi bu. Yine şovatimiz. Bir yaqinlashtirib tushiring. Zaxonni edib. Şurada koyulgan ajoyib. O'shunda şey deydi. Uzun lampochka. Robotlar. Yaxshi. Do'stlar, like bosib ko'rib o'tiringlar yine. Do'stlar. O'shim zo'r bo'lib chiqqan bu. Konkret bu. Do'stlar, yaxshi like bosing do'stlar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Bosamiz do'stlar, qo'llab-quvvatlaymiz, obuna bo'lamiz do'stlar. Buyoqlar xudo xolasa ajoyib asfalt, odam izlatuvini etib, zaxonni etib, asfaltlab qo'yibdilar. Dahshat etib. Skameykalar, kursilarda qo'yib. O'shim zo'r. Ev yo'q. Ne dostlar, yol idare xodimlaridan rahmat katta ekan. Shuni aytib ko'pirimizni ajoyib etib berdi. Biz aytib xalqimizga ming rahmat. Shu Shovot O'zbekiston yo'lidan shuni aytib yaxshi etib biz aytib bersalar, o'tdim ko'p rahmat aytar edik. Shovot O'zbekiston yo'lini 19 O'zbekiston. Shu yo'ldan bir biz aytib bersalar, katta rahmat aytar edik. Hazır uzatib o'tdilar. Lekin shu g'oltun bor da berib chuqaloqlari. Shuna yaxshilar biz aytib bersalar, shu gaplarga nima deysizlar qani do'stlar? Shuni yo'l idora yoshullisina bir iltimosimiz shu. Biz aytib bersa zo'r bo'lar edi. Ajoyib etib shuni tekishatib. Konkret asfalt pishoxodlar ko'pirimizni uzatgan uchun katta ekan rahmat. Yo'l idora xodimlarina, yoshullisina mingdan ming. Ko'pirimiz ham bahunda. Qurilish ketyapti yine.